Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqilibdi. Podshoh malikini o'rdining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning o'rdasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqilibdi. Podshoh malikini o'rdining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning o'rdasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqilibdi. Podshoh malikini o'rdining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning o'rdasiga qarab burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqilibdi. Podshoh malikini o'rdining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning o'rdasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqilibdi. Podshoh malikini o'rdining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning o'rdasiga qarab yo'l opdi.
Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordasiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan, ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning masligini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordasiga qarab yo'l opdi.
Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning maslikini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordisiga qarab yo'l opdi. Burunqi zamonda o'tgan bir malikaning chechi to'limu oson maylashidi ekan. Chechi ham oz, ham choplashib turg'ashqa, kunda beshini yuyishqa majbur bo'lgan malikaning dum yetib yig'lig'ini ko'rgan xon onasi qo'l ostidagilarga yilim yig'ib kelishga buyuribdi. Bu yilim odatdagi yilim bo'libla qolmay, o'sma, zanjivilning javhari aralashtirilgan ekan. Shuningdan itiboran malikaning beshi bara-bara oson maylashmaydigan ham yiltizi mustahkam chashqa ega bo'pti. İnsanlarning maslikini keltirdigan tal-tal chashlarining danqi el yurtlarga tarqalibdi. Padişah malikini ordining sirtiga chiqarishini man'iy qilibdi. Chunki malikini sher o'xshaydi deb ovlaganlarning itivitishidan ansiraydi ekan. Buni anglagan shahzoda malikaning ordisiga qarab yo'l opdi.